Qiyomat kunida payg'ambarimiz aytadilar: "La tazulu qadama abdi yawmal qiyomat hatta yus'an an umrihi fima afnahu." Qiyomatda bir bandani oyoq o'rnidan jilmaydi, 4 ta narsa haqida savolga javob bermaguncha. Qiyomat qoyim bo'ldi, 4 ta savolga javob berasan, keyin jilasan o'rningdan. Birinchisi, umri haqida so'raladi. Nimaga sarflading umringni? Muhim narsalargami, arzimagan narsalargami? Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi, yo'qmi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi? Va o'zini jismi haqida, jasadi haqida so'raladi. Nima bilan balolading jasadingni? Shuning uchun birodarlar, biz qaysi narsa muhim, qaysi narsa muhim emas, ajratib olishimiz kerak. Salovatni ko'paytinglar. Salovat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda ko'p mushkulalarimiz, ehtimol hamma mushkulalarimizni hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Moddiy mushkula bo'lsin, ma'naviy mushkula bo'lsin. Tinimsiz ravishda zikrda yuraylik, jon akalar. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadi va ala alihi va sahbihi va sallim. Parvardigor gunohimni kechir, Parvardigor rizqimni uzun qil, Parvardigor oilamga insof ber, qarzimdan najot ber. So'raymiz-ku. So'raymiz-a? Bu so'rashimiz ibodat. Ubay ibn Ka'b ummatning mushtahidlaridan, sahobalarning ichidagi mushtahid kishilardan, eng peshvo olimlardan bittasi: "Ya Rasululloh, qiladigan duolarimni salovatga aylantirib qo'yaman" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Unda duolarning ijobat bo'lishiga, mushkulalarning hal bo'lishiga kifoya qilar ekanda shu ish" dedilar.